Ibrat, imtihonlarga tayyorlanmoqsanmi? Ha, ertaga tarixdan imtihon. Ha, yaxshi. Obbo, menga qara. Shu qurilishni ham tarixi bormikan? Qurilishni tariximi? aka. Siz brigadani ishini orqaga tortyapsiz. Yetar, bo'ldi bas. Ustingizdan arz qilaman, shuni bilib qo'ying. Nega indamaysiz? Gapiring. Gapira olmaysiz, chunki men haqman. 80-yillarchi. 80-yillar. Qo'rqmadingizmi xola? Voy, nega qo'rqar ekanman aylanay? O'g'lim o'zi aytgan edi. Mashina tepaga lip bitib chiqarib qo'yadi degan edi. O'sha lip degani shudir-da. Hozir qurilishlarning ahvoli qanaqa ekan? Sifatli qurishayotganmikan? Hozir Qurilish avjida-ku. Juda bobo. Endi o'tmish qoldi. Sherakaga aytolmagan muammolaringiz bo'lsa, hammasini Peripter kompaniyasiga aytsangiz, o'zligi dizayn ham qiladi, qurib ham bitkazib beradi. Telefoni bor-a? Bor, men sizga beraman nomer. Barakallah.